Qarzlardan qutulishingizga yordam beruvchi bitta mashq. Mashq "Men tozaman, men erkinman" deb nomlanadi. Har kuni bajarish uchun saqlab qo'ying. Bu ong ostini qayta dasturlash hisoblanadi. Ko'zlaringizni yuming va qarzingiz obrazini tasavvur qiling. Raqamlarni, summani, qarzni eslaganingizda xayolingizga kelayotgan emotsiyani. Endi shu narsaga qarang va gapiring. Sen dars eding, lekin sen meni qiymatimni belgilamaysan. Minnatdorman va qo'yib yuboraman. Siz qarzdan qo'rquvlar va uyat hissini olib tashlaganingizdan keyin bu qarz sizdan ketadi. Siz qarzlardan ozod bo'lgan davringizni tasavvur qiling. Ko'kragingiz to'lib nafas oldingiz. Siz boshqa hech kimdan qarzdor emassiz. Siz plyusdasiz. Pullarni siz boshqaryapsiz, aksincha emas. Mana shu obrazni 1-2 minut xayolan yashang. Miyangiz his qilsin. Bu imkoni bor. Bu realni, bu sizniki. Affirmatsiyani 3 marta takrorlang. Men qarzlardan ozodman. Pullar menga oson keladi. Men pulni ko'paytirishni, saqlashni va farovonlikdan quvonishni bilaman. Bu mashqni 7 kun davomida bajaring. Sizning hayotingiz ichki meningizni o'zgartirganingizdan so'ng o'zgarishni boshlaydi. Va eslab qoling. Siz qarz emassiz. Siz yangi imkoniyatlar uchun magnitsiz. Yoqqan bo'lsa, like bosish esingizdan chiqmasin va kommentariylarda "Men moliyaviy erkinman" deb yozib qo'ying.